Hurmatli kuzatuvchilar, mana 5-may uzoq qurilish ishini davom qildiryapmiz. Mana bu yama tagi betonlangan, lekin mana aholiga yaqin joyda joylashgan. Mana aholiga yaqin joyda shunaqa qo'pol ravishda buzilgan. Buni hech kim nazorat qilmayapti ham. Ikkinchi yama ham, ya'ni domda tagi. Domlar mana juda yaqin joylashgan. O'rtada yashil maydonlar, bolalar o'ynaydigan joylar. Mana bu joyda 4 ta domdagilar o'tiradigan joylar, boshqalar zid joylashgan. Shinakaga xilof. Mana 5-katlovan tagini quyishyapti buni. Mana bu yerda katlovan qazish arafasida. Mana 18-2 metr nariyoqqacha suriladi. Mana shu joylarda hammasi 2 gektar 16 sotik Artxausga qarashli. Mana Artxaus qurgan eng mashhur ko'prik baquvvat, chidamli, ustidan texnikalar hatto tank o'tsa bo'ladi deyapti bular. Ko'ring, tomosha qiling. Artxaus 2021-yil iyun oyida ajratib berilgan yer. 5 yil bo'lyapti. Xulosa chiqaring.